olinmasa. Olincha ovulizmi yo'qmi? Olinlar. Ketgan, sinib ketgan ovulizmi? Oxirgacha ovulizmi? Serik qilib qo'yamiz. Yo'q, nima bo'ldi? Qisqacha o'shadan turib, Hozir bunaqa chiroyli bir tabiatda qo'ynida kontent olib o'tirgandik, kichkinagina kutilmagan vaziyat bo'lib qoldi. Mana shunaqa joyda choyningni shunday qo'ygan paytimizda choynik bexosdan shu ketib qoldi-da, sirpanib, qarochi. Mana oyoq izlarim bor, ko'rib turganingizdek. Ha, tutishga harakat qildim. Mana даже qorlarga kirib ketdim, o'zim suvga ham kirib ketdim. Lekin suvimiz juda ham bir shiddat bilan oqmoqda, shu uchun choynagimizni chilparib chiqib tashadi. Shu uchun oson emas ekan kontent olish. Lekin taslim bo'lmaymiz. Davom etamiz. Bizni kuzatishda davom etinglar. Xudo xolasa yangilari chiqadi. Oldingizmi? Siz yaxshi o'ynagan lekin.